Assalomu alaykum aziz dindoshlar. 47-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda ixfo shafaviya degan mavzu o'tamiz. Qarang, o'zi bu darsimizni boshlashdan oldin bir takrorlash qilib olsak. Esingizda bo'lsa, biz kecha 46-darsimizda aytgan edik, biz bir yana katta bo'lim boshladik. Ya'niki mim qoidalari degan katta bo'lim boshladik. Shu daftar tepasidan yozib qo'ying degandim kecha. 46-darsimizda mim qoidalarini boshladik biz. Hamda kecha 46-darsimizda idg'om shafaviya degan mavzu o'tdik, to'g'rimi? O'zi shafaviya shu mim qoidalarini bildiradi-da o'zi. Endi masalan, kecha o'tganimiz idg'om shafaviya bo'lsa, idg'omda o'zi. Bugun o'tadiganimiz esa ixfo shafaviya, ixfo. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak. Ya'niki biz mim qoidalari degan bo'limimizni boshlagan edik kecha. Kecha demak o'tganimiz idg'om shafaviya ekan, bugun o'tadiganimiz esa ixfo shafaviya ekan. Shu asosan mim qoidalar umumiy holatda qaraydigan bo'lsak, faqat mim haqida gaplashamiz. Qarang, endi bugungi darsimizda ixfo shafaviya haqida gaplashsak, ixfo shafaviya nima degani o'zi qarang. Sukunlik mim harfidan so'ng ba harfi kelsa, mimni g'unna bilan o'qiymiz. Qiyin emas, qarang, juda ham oson. Sukunlik mim harfi kelar ekanda, undan so'ng b harfi o'zimizda b harfi kelib qolsa, shu mimni g'unna qilib o'qib ketar ekanmiz. Bo'ldi. Mana masalan misol bilan tushuntiraman sizga, qarang. Masalan, mana bu yoqda kum bihi deb yozilgan, to'g'rimi? Mana qoida nima deyapti? Sukunlik mim harfidan so'ng mana bu yerda m harfi kelyapti, to'g'rimi? Lekin ustida sukun yo'q. Nega desa, chunki Qur'oni Karimda ustida sukun qo'yilmaydi, ishora bo'lib keladi, bilasizmi buni? Demak, buni sukun bor deb tasavvur qilamiz. Sukunlik mim harfidan so'ng b harfi kelsa, mana sukunlik mimdan so'ng b harfi kelyapti. Mimni g'unna bilan o'qiymiz. Ya'niki bu murakkablashtirish shart emas. Shunchaki mimni ushlab turamiz, g'unna nima edi ushlab turish. Keyin bu yo'g'ini o'qib qo'yamiz, bo'ldi. Ya'niki quyidagidek o'qiladi, mana qarang. Mimni ushlab turamiz. Kum bihi. Bo'ldi, mana osongina. Sukunlik mim harfidan so'ng b harfi kelib qolsa, sukunlik m harfini g'unna bilan o'qiymiz. Ya'ni mim harfini g'unna bilan o'qiymiz. Ya'niki kum bihi. Masalan, mana bunisini o'qisak ham bo'ladi. Sukunlik m harfidan so'ng b harfi kelib qolsa, mana g'unna bilan o'qiymiz. Ya'ni kum bi quvvah. Masalan, mana osongina. Faqat mana shu yerda mani ushlab tursangiz bo'ldi, mana. Kum bi quvvah yoki bo'lmasa kum bihi. Keyin bu yerda oxirida ham cho'ziq bor. Bu qanaqa edi? Bu kichik yacha deb kelishib olgan degan sizlar bilan. Kichik ya deb ataymiz degan edik. Bitta nega cho'ziq ya so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingi harf kasralik bo'lsa cho'zib o'qiladi. Shuning uchun ikki harakat cho'zib o'qiladi. Bu yerda esa ushlab turamiz. Kum bihi. Ana shu holatda o'qiymiz. Bugungi qoidamiz kechagindan ham oson ekan. Shunchaki mim harfidan so'ng b harfi kelib qolsa, ushlab turib g'unna bilan o'qar ekanmiz. Bo'ldi, juda ham oson. Kecha o'tganimiz qanaqa edi? Kechagi sukunlik mim harfidan so'ng m harfi kelib qolsa, g'unna bilan o'qirdik. Bugungi esa sukunlik mimdan keyin b harfi kelyapti. Keling, men sizga Qur'oni Karimdan misol ko'rsatay. Shunda xudo xolasa yana ham tushunarliroq bo'ladi. Keyin qayta ishora bo'ladi. Shularni ham hozir Qur'oni Karimda ko'rsatib aytib ketaman. Diqqat qiling, biz hozir Qur'oni Karimdan misollar ko'ryapmiz. Siz auzu bismillah bilan o'qishingiz kerak bo'ladi. Biz hozir Qur'oni Karimda 14-betda eng pastida misollar ko'ryapmiz. Masalan, mana quyidagi misolga e'tibor bering, men daftarga yozib berdim-ku. Mana kum bihi yozilgan, to'g'rimi? Bu yerda qarang, sukunlik mim harfidan so'ng b harfi kelib qolsa, sukunlik mana g'unna bilan o'qiymiz. Qoidamiz shu edi. Qarang, endi sizda savol tug'iladi. Nima uchun buning ustida sukun yo'q? Lekin biz sukunlik mim harfidan so'ng b harfi kelsa deb aytayapmiz. Nega sukun yo'q degan savol tug'ilsa, Qur'oni Karimda xato o'qib qo'ymaslik uchun ishora qilib ketadi. Ya'niki biz har darsimizda aytamiz, Qur'oni Karimda hech bir harf o'zi harakatlarsiz kelmaydi-da. Ya'niki har bir harf ustida masalan domma yoki fatha, kasra nimadir bo'lishi kerak. Agar o'sha harfning ustida domma, kasra hech nima yo'qmi, demak biling, u qaysidir qoidaga ishora qiladi. Tushunarli? Demak siz bilishingiz kerak, qaysidir qoidaga ishora qiladi. Bu yerda ham mana sukunlik mim harfining ustida hech qanaqa belgi yo'qmi, fatha ham yo'q, kasra ham yo'q, domma ham yo'qmi, demak qaysidir qoidaga ishora qiladi. Siz shu yerda kelganda bu nega ustida sukun yo'q deb o'ylashingiz kerak. Shudimga qarab, sukunlik mim harfidan so'ng b harfi kelib qolsa, mana g'unna bilan o'qirdik. Bu ixfo shafaviya qoidasi edi deb shunaqa o'qib ketishingiz kerak. Shunda mana o'qiydigan bo'lsak, kum bihi deb o'qiladi. Endi bu yerda nega yashilda degan savol tug'iladi. Yashilda bo'lishiga sabab
Qur'oni Karim ikkinchi ishora qilyapti. Bu yerda yashil rang nimani bildirardi? G'unnani bildiradi. Ya'niki m harfini g'unna qilib o'qing degan ma'noni bildiryapti. Shunda kum bihi deb o'qiysiz. Endi bu yerda bu belgichamiz o'tilmagan, hozircha ustidagi to'lqincha. Buni biz xudo xolasa matlar bo'limida o'tamiz. Juda oz qoldi, xudo xolasa yaqinda o'tamiz. Siz bu yerda bilishingiz kerak bo'lgan qoida shu. Sukunlik mim harfidan so'ng b harfi kelib qolsa, mana g'unna bilan o'qiymiz. Bo'ldi shu. Kum bihi yoki bo'lmasa mana daftarga yozib bergan misolimiz kum biquvatin bu yog'ini o'qish kerak. Mayli, shu yerda to'xtatamiz. Demak, asosiy bizga kerak bo'lgan joy mana shu. Sukunlik mim harfidan so'ng b harfi kelib qolsa, mana g'unna bilan o'qiymiz. O'zi Qur'oni Karimda bu osongina mana ustiga sukun qo'ymaydi, shuni bilib olsangiz bo'ladi. Mana ustida sukun yo'qmi? Demak, g'unna qilinadi. Kum biquvatin masalan. Yoki maytda kum bihi. To'g'rimi? Kechagi qoidamiz qanaqa edi? Kechagi qoidamiz ham, qani kechagini ham bir ko'rsatib ketaman bu yoqda. Bir yana takrorlash bo'ladi. Mana bu kecha o'tgan qoidamiz edi masalan, bunisi mana. Sukunlik mim harfidan so'ng yana bitta m harfi kelib qolsa, ikkita mimni birlashtirib g'unna bilan o'qiymiz. Falamma. Masalan, kechagi bu. Bugungi darsimiz unchalik qiyin emas. Men o'ylashimcha unchalik qiyin emas deb o'ylayman. Xudo xolasa siz ham yodlab olsangiz bo'ldi. Qoida shu, sukunlik mim harfidan so'ng b harfi kelib qolsa, sukunlik mim harfini g'unna bilan o'qiymiz. Shu. Sizga uyga bo'ladi. Xuddi shunaqa misollardan, ya'ni m harfidan so'ng b harfi keladigan misollardan bir ikkita dona topib kelsangiz bo'ladi. Agar ikkita topishga qiynalsangiz, ikkita topa olmasangiz, bitta topib kelsangiz ham bo'ladi. Asosiysi qoidani yodlab olsangiz bo'ldi. Bugungi darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Keyingi darsimizda mimning 3-qoidasini o'tamiz. Assalomu alaykum aziz kanalimiz foydalanuvchilari. Kanalimiz statistikasiga qarar ekanmiz. Bir hafta mobaynida tajvid darslarimizni o'rtacha 10 mingta inson kuzatayotgan ekan. YouTube algoritmi, YouTube qoidasi bo'yicha agarda videolarga qanchalik ko'p like bosiladigan bo'lsa, video shunchalik ko'p insonlarga tarqashi mumkin. Agarda siz videolarimizga bir dona like bosib qo'yadigan bo'lsangiz, shu video eng kamida 20 ta insonga yetib boradi. Shu orqali siz tajvid darslarimizni 20 ta insonga tarqashiga sababchi bo'lasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim bir yaxshilikka dalolat qilsa, o'sha yaxshilikning ajridek ajr oladi dedilar.